ayol bo'lsang sho'x bo'l, sho'x bo'lmasang ko'p bo'ldi ishga. Ko'chadagi Lenardi xom do'koniga keldim. Skidkani bombasi bo'layotgan ekan. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan, yuringlar. Shu hamma italyanskiy bagimalar atiga skidkada $99 ekan. O'zbekiston bo'ylab qani shuni arzon topib ko'ringchi. Javob beraman, topa olmaysiz. Agar topsangiz mabodoga tekinga berib boramiz. Baribir topa olmaysiz. Обращение. Qizlarjonlar, srochno Lenardi xom do'koniga kelib, atiga $49 dan 12 kishilik bagimalari olib ketaverasizlar. Agar ayollar qaynonanglarga shu bagimadan olib borsanglar, Feruza Normatovani qaynonasiga o'xshab, birinchisi ham sensan, oxirgisi ham sensan deb erkakda kelin bo'lib berasizlar, olib qolinglar. Ko'zlarimga laqta-laqta yosh kelib ketyapti. Italyanskiy 12 kishilik bagimalar dahshat. Oldin $189 sotilgan ekan. Hozir $139. Mana bunisini asalligini qaranglar. $149. 12 kishilik italyanskiy bu ham. Erga tegayotganda qaytdi deya shu bagimalar. Xullas, Lenardi xom do'koni narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham butun O'zbekistonning bozorlarini ham, do'konlarini ham sindirib tashlayapti. Xullas, ayollar kelaverasizlar. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham eng qimmati va eng arzoni ham shu yerda. Voy jahnazaxon, esamisiz tuzimsiz. Feruza Normatovani to'yga bordim, xorasmi? O, qaynonasi yomon chiqadi. Aylanıp çıktım bağ yana.